Salom hammaga, sizlar bilan Grand Franklin. Bugun sizlar bilan birgalikda arzamas politsiyasiga qanday qilib bes ishga kirishni o'rganamiz. Uning uchun birinchi navbatda bizga Discord kerak bo'ladi, 38-server. Keyin esa mana bu o'yinchi statistikasini bitta screenshot qilib olamiz. Keyin sumkaga kiramiz va u yerdan mana bu litsenziyalarni topib olamiz va bitta screenshot qilib olamiz. Keyingi navbatda pasportni bitta screenshot qilib olamiz. Pasportda bolalar qonunga bo'ysunish undan baland bo'lishi kerak. Shuni esdan chiqarmaylik. Tibbiy kartani ham bitta screenshot qilib olamiz. Unda mana bu tashxis degan joyda sog'lom va berilgan sana 1 oydan oshib ketmasligi kerak. Bo'lmasa sizlar kira olmaysizlar. Shu narsalarni olgandan keyin Discord serveriga o'tamiz mana. Mana kirib olamiz. Discord server hozir 38-server. Mana bolalar tashkilot 38 Grand Mobile. Shu joyga o'tib olamiz va bu joydan hozir birinchi rol berish bor. Mana bu qabulxonaning tagida rol berishni bosib, keyin bu yerdan MVD'ni bosamiz. Mana bu MVD'ni bosgandan keyin bu yerda mana bu narsalar bor. Lavozim qanday ko'tariladi? Shu narsalarni ikkinchi uringa o'tish bor bu yerda. Mana bu ishga joylashish uchun birinchi navbatda mana bu ishga joylashishni bosishimiz kerak. U katta tarkib arizalarining tagida joylashgan. Mana bosamiz. Mana arzamas shahri politsiyasiga ishga kirish uchun arizalarning ustiga bitta bosamiz. Mana hamma bu yerda shunaqa bes ishga kiradi. Uning uchun birinchi navbatda bir nuqta deymizda o'znikingizni kirgizasiz. Mana Ivan pasizcha Orlov. Menikida bu. Ikkinchi siz qayerda ishlashingizni yozasiz. Men ishsizman. Ishsiz deb yozib qo'yamiz. Keyin 3 nuqta deymizda hammasi to'xtanglar. Men bu orasini ochib 3 nuqta hammasi pastda deb yozib qo'yamiz. Va 4 bo'ldi. Keyin plusni bosamizda bu yerdan mana bu 4 ta screenshotni olamiz va yuboramiz. Va keyin mana bu arzamas shahar politsiyasini katta tarkib va lider sizning arizangizni ko'rib chiqadi va agar siz to'g'ri kelsangiz sizni ishga qabul qildiradilar sizni. Shu bilan videomiz tugadi. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qolamiz. Like'larni bosish va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.